bitta daraxt kesilib qolsa yaxshi emas, lekin uni tragediya qilishimiz kerak emas. Toshkentda har safar daraxt kesilganida shahar hokimining bunga shaxsiy munosabati qanaqa bo'ladi? Hokim Shavkat Umurzoqov Gazeta.uz muxbirining shu savoliga javob berarkan, kasallanmagan daraxtlar zaruratsiz kesib tashlanishi holatlariga munosabati salbiy ekanini aytdi va lekin so'zi bilan fikrini davom ettirdi. Zararlangan daraxtni olib tashlashmi yoki biron bir bundan ham yaxshi loyihani amalga oshirish uchun sharoit yaratish ekologik yoki mana shu xalq manfaatini ko'zlangan holda qiladigan loyiha bo'ladigan bo'lsa, albatta bitta taroziga bitta daraxt olish kerak emas. O'sha xalq manfaati qattiq yuqori bo'lsa, shuni ko'rish kerak. Xudoga shukr, daraxt ekadigan joylarimiz ko'p, ekologik muhitni yaxshilaydigan ishlarimiz turi ko'p. Shularni amalga oshirishimiz kerak. Bu bitta daraxt kesilib qolsa yaxshi emas, lekin uni tragediya qilishimiz kerak emas. Poytaxt rahbari intervyu davomida qachon amaldorlar ham jamoat transportida yuradi degan savolga javoban bunga 3-5 yilda erishilishini aytgan.